Keçirinler vatandaşlar. Ketmeyi vatıdı zukamcıma muşuna ulan kesel davala vatım hemen. Bugün çiğislah hürmetlik vatandaş ki ben 21. yıl 12. ayının 27. günü. Endilikte biz tarihini seliştirip bakayım. Tarihteki bir vakani bugünkü real vakaga seliştirip bakayım. Tarihteki vaka qandağıda 1945 yılı 5. ayının 27. günü. 45. yılı 2. ayda 6. günü 5. ayda. 5. ayda 5. ayının 28. günü. Amerika Qo'shma Shtatları Truman hükümetinin devlet iştakatı John Hopkins Moskvaga yürüyüş qildi. Moskvada Stalin bilan ko'rishib, qaytarida Moskva, Yangi Dehli, Chongqing asli jungo safari shunda menish kerak edi. Bu menishni o'zgartib John Hopkins Moskva, Ürümçi, Chongqing safari bilan qaytib keldi. Ma'nosini tushundingizmi? Bunu Amerikalik tarixchi, siyoset tarixchisi John Garver apandi nima dediyse, bu diplomatik yoki diplomatiya sohasida jilva qilish dedi. Bu jilva qilishning ma'nosi nima edi? Stalin bilan John Hopkins Moskvada suhbatlashib, Şinjanni şu vaqtda urush davrida vaqtincha Xitoyga qo'shib berib, Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni yaxshilash, Gomindan bilan Rossiya o'rtasidagi Stalin o'rtasidagi munosabatni yaxshilashda biz g'alaba qildik deb Gomindanga jilva qilish. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Amaliyot shundoq bo'ldi. Bugun endi selishtiring. Shu safarda Johns Hopkins Ürümçiga tushdi. Ve Ürümçiga tushib, Gomindan doiralari, Iroqdagi Ürümçida vaqtida Şensesey edi o. Şensesey Gomindan doiralari ve shundoq ishora qildiki, Şenseseyni elib ket bu yerdan dedi. Demek Moskvada Stalin shundoq talab qildi. Şenseseyni yo'tkab elib ket dedi. Şinjandan elib ket, shu vaqtda bizning munosabatimiz yaxshi bo'ladi dedi. Şensesey elib ketildi vatandaş. Şensesey yo'tkab ketildi. Endi bugun siz qarab bakın, nim bo'ldi? 75 yildan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Aqsaray Uyg'ur majburiy emgakida saqlanish qonuniga imzo qo'ydi. Bugun Chinchuango elib ketildi. Tarixda elib ketilgan Şenseseyni Gomindan Jangjeshi Yezi egilik ministerligining ministerligi bilan ta'minladi va taqdirladi. Bugun Chinchuango ham Şinjandan ketdi, mustamlika Uyg'uristondan ketdi. Unimi yezi egilik bo'yicha yezi egilik ministerligining qaysi biri gruppa boshlig'i qilib o'rinlashtirdi degan gap chiqdi. Şensesey bilan Chinchuangoning taqdiri o'xshash. Aynı çağda tarih bizden qo'shmagan to'q bu vatanda endi qaytirsa. Desa hech gap emas vatandoshim. Ey tarix, aynı çağda bu vatan Uyg'uriston deganni bizdan qo'shib bergan edik, endilikda qaytirsan. Desa bu tarix hech nima emas. Hech kim bu tarixda qabul qilolmaydi. Chunki tarixning o'zining qonuniyat asosida o'ttirg'i chiqargan hodislari o'ziga xos bo'ladi. Vatandaşa shuni hech kim eshitdim deyolmaydi. Bugun salik tursak, dal mana shundoq bo'ldi. Endi men boshda sizga aytib berdim-ku, bu yerdagi sirli harakat zodi nima? Dakan apandi aytayotgan harakat zodi nima? Ben bunu qayta sual qilib qo'ydim. Sizga siz o'zingiz o'ylab bakın. 25. günü bilan 26. aralığındaki bir kun Jungo'nun negizlik meselesi edi.
negizlik meselesi. Cumhur'un negizlik meselesi. Ben bugün buna nime dedim? Dakan düşendimgen ki ben dedim bu. Şincan meselesi. Uyguristan meselesi. Başta 4 yıldan beri bu mesele doğrusunda bir gap çıktı mı? Bir adam bir Uygur türmüden koyup verildi mi? Yok. 4 yıl öttü. O 7. yılda ise olursak bugün 4 yıl ötten vakit geldi. Vakit toştu. 23. gün imza koyuldu kanunga. Köte kaşını, hoda köpeğini köte çinçivengo. Hoda köpüsünü köter. En ahırda sözüm şu bolsun ki me eytip kıyay ki Maşinroy efendi. Xitay gobernatörleri meyli mençin devrden tatıp, meyli Gomindan devri geçe, meyli Gungçendan devri geçe, Şincan'a, Mustemlike, Uyguristan'a, Behidük, hatırcem bir gün hükmrallık kılalığını yok. Maşinroy efendi, sizin takdiriniz Çinçvengo'nun takdirinden artıkçı bulmaydı. Çinçvengo'nun takdiri Wang Luoquan'ın takdirinden artıkçı bulmadı. Tarihteki anı şu, vakadaki anı şu, tahlil degen anı şu, ahir bu vatanın ilgisi Uygur, özünün vataniga özü igi bulur.